Barchaga assalomu alaykum azizlar. Biz ertalabdan ish kunimizni boshlab oldik. Bitta operatsiyamizni tugatib chiqdik. Hozir snyatsiyamiz kelganda bemorimizni snyatsiyalarni qilib berdik. Bir hafta oldin bemorimizni kurgavaya blefaroplastika o'tkazib berganmiz. Ko'pchilik so'raydi, bir haftada natija qanaqa bo'ladi? Bir haftalik natija to'liq natija hisoblanmaydi, no, xudo xohlasa mana shunaqa izlari simmetrичный bo'lib, jarohat izlariga e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham minimal darajada, no, hali отекlar bor. Отекlar qaytib, jarohat izlari bilinmaydigan bo'lib, ko'zlarni ochganda ichkari kirib ketadi. Bular hammasi Ballistikada hali qo'limiz tekshirish mumkin emas. Qoracha bo'lib turibdi-ku, qora qizil. Ular o'zi tushib ketgani yaxshi. Jarohat izlari ustiga. Ular o'zi tushgani yaxshi. Yumshab tushib ketadi 2-3 kunda. Eng yaxshi bo'ladi. Mana ko'zimizni tepasida hali ko'klar bor. Ko'tarilibdi. Ancha sholi ochilgan. Lekin mamam hali turibdi-ku, mana. Achuklar hali bo'ladi. Ketadi. Bu grij emas, Grij emas, achuk. Xohlasa ketadi. Ortiqcha terlar hisobiga ajinlar hosil bo'lganida e'tibor bergan bo'lsangiz, mana yoyilib ketgan o'sha hech narsa qolmagan izlar. Yonlarni ko'targanmiz hisobiga. Bir hafta juda ham zo'r natija ko'rganlar. Yo'q, o'rta hisobda hozir bu ketish uchun bari 2 oy ketadi. Da, 2 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. To'liq natija bo'lish uchun postepенно har kuni yaxshilashib boradi natija qolsa. Yursangiz bo'ladi, qattiq ishqalaymiz xo'p, ko'zimiz atrofida. Bunga shunaqa natija kerak bo'lsa, doktor Jabr javon jo'rashga murojaat qilinglar. Sizlarga ham shunaqa ajoyib natijalar beramiz.